Butun MDH davlatlari qo'rqgan Rustam Inoyatov haqida barcha faktlar. Rustam Inoyatov ko'rinmas arbob, maxfiy kuchlarning asoschisi va uzoq yillar mamlakat siyosiy sahnasining eng ta'sirli figurasidir. U oddiy talabalikdan boshlab maxfiy xizmatlar tizimiga kirib, asta-sekinlik bilan hokimiyat pog'onalarida ko'tarildi. Toshkent davlat universitetida fors filologiyasini tugatib, KGB saflarida faoliyat boshladi. Afg'onistonda xizmat qildi. 1995-yilda u Milliy xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi va qariyb chorak asr davomida shu lavozimda turib, mamlakatning eng qudratli tizimini boshqardi. Inoyatovning nomi ko'pincha kulrang kardinal sifatida tilga olinardi. Ko'zga ko'rinmas, ammo barcha siyosiy jarayonlarning markazida turgan shaxs sifatida. 2018-yilda u davlat maslahatchisi sifatida faoliyatini davom ettirdi. Uning nomi siyosiy tarixda soya ichidagi arbob sifatida qolmoqda. Rustam Inoyatov hokimiyat, maxfiylik va strategiyaning timsoli. U mamlakat tarixida orqa sahnadan boshqaruvni amalga oshirgan eng ta'sirli arboblardan biri sifatida esda qoladi.